Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, barchangizga xayrli kun tilagan holatda. Demak, men sizlarga yana bir bor sovg'a berishni lozim topdim. Bu qanaqa sovg'a? Bu sizni istagan orzungizni, istagan o'zingiz hozirda nima xohlayotgan bo'lsangiz, o'sha orzungizga oson yetishtirish texnikasi deyiladi. Ya'ni pullarni oson chaqirib olish deyiladi. Avvalambor hammasi Allohga oson. Biz bu yoqda faqat sababini keltiramiz xolos. Demak, nima qilish kerak? Men oldingi videolarimda ko'proq audio variantda yuborganman, YouTube'ga ham, Instagram'ga ham. Lekin men bugundan boshlab sizlarga mana shu oson bo'lsin uchun yozma holatda, ko'rintirib, video holatda yuborishni lozim topdim. Demak, nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib, nimadan boshlaymiz? Hozir sizga ya'ni qancha pul kerak, nima uchun pul kerak, xohlasangiz buni alohida varaqqa yozib olsangiz ham bo'ladi. Lekin siz ruxsat bermagunizcha u pul hayotingizga kirib kelmaydi. Xo'p, nima qilish kerak? Birinchi bo'lib, siz eng avvalo ruxsat berishingiz kerak. Buni yozma variantda qilsangiz juda ham tez ishlaydi, chunki juda ham ko'pchilik o'quvchilarimizda ishladi, bu tajribadan o'tdi va yaxshi natija bergani uchun men sizlarga ham ilinib, mana bu hozir video variantini yuboryapman. Demak, hurmatli o'quvchilar, nima qilamiz? Birinchi ishni ruxsat berishdan boshlaymiz. Misoliga, puldan boshlaymiz. Xohlasangiz buni orzungizga yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, hozir sizni yangi telefon olgingiz kelayotgan bo'lsa, o'zimga ruxsat beraman. Ya'ni buni pul shaklida men aytib o'taman, ya'ni qandoq? Meni hayotimga pullar oson kirib kelishiga ruxsat beraman. Yokida buni yozishingiz mumkin, hurmatli o'quvchilar. Meni hayotimga 10 million so'm oson kirib kelishiga ruxsat beraman. Yokida yana yozishingiz mumkin, sizga aynan hozir mana shu pul nima uchun kerak? Telefon uchunmi? Buni yozishingiz mumkin. Meni hayotimga telefon olishim uchun 10 million so'm oson kirib